Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Süyümlük, aziz, muhterem, kımmetlik Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Kımmetlikde, süyümlüklikde tengişi olmagan menin aziz halkım. Hemmeňärge Allah'ın salamları olsun. Heli oldu, didar görüşemedik. Bunun bir sebebi bekme seginip gitmeye atkallıklarını bilip tuğallığım bolsa, yeni bir sebebi hükümet içinde siyaset ügünüş kursu açkandık. Halkara münasebet ve dünya siyaseti tiyimizde ders sözleydiğinde. Şu derske aran yetişidikenmen de sizler bilen bolgan mülakatny üzüp koýgandym. Ýani turup bäzi işler meni sözleşke mecbur kılıp kaldy. Eger ýakdymaýdyganlar bolsa meni keçirsin. Körüp durganlaryk temimiz Uygurlarda kızgınlıkның ömrü ve başka tutamsızlıklarımız. Endi başında bir tema anlagan denkilecek kademge yakmaydı. Bunu yakmaydıganlygyny misalla bilen mi deymen ki. Eslini digende menin yezip koygallarım, sözlügellerim, yani 50 yıl köşeş, tatkını teteş, vitamin gınlarını çıkarıp edip paydalanışka yetetti. Çünkü ben iddia sundum halka. Bir davanın prensiplerinin ne buluş gerekliki, şuvarının ne buluş gerekliki, yolunun kanda buluş gerekliki hakkında bir neziriye sundum. Men itot urundumudum. Şunlaşka o köşeş gerek bir narsa bu. Neziriye degen. Köşümüse tatkit etilmaydı. Bir kıtım anlap kuyaş, bir kıtım okup kuyaş onu. Lekin onda kılınmadı. Şundumu fakat yeterlik seviye olganda, seviyenin üstüge izdiniş royu olganda, andın bulanın kımmetini bilip yetiş, paydalanışkı tegiş taraflardan paydalanış mümkün idi. Ama bulanı kögerler bek yaratıp, bana medya yanırtıp, hatta medya üçün layıkımda gep tapanmay kağınığı ökünüp ketken kişilerimizden hemmesi yazmış ve vatıldaşlarımda xuddi kino görgendekler körüplü koydu. Goya iş bitti. Bir görgen kinonu kayıt görse kızlığı olmaydı deydiğen bir formülümüz var. Hem de bular tarih olup eski tüsküler saklandığın kaznaklığa düşüp gitti. Lazım tügüdü goya. Men her yeni meselelerge duç gelgenimde şunu görüp yetimen ki en az 15 yıl aval men okşaş meseleler hakkında toxtalganlygym isim geldi. 15 yıl aval. Bazıları 20 yıl aval, 20 yıldan mı jık aval. Mana şu halda biçare halkımdaki izdiniş jahatdaki orunlukka, okuşky bolgan tätürlikke äfsuslanıp kalaman. Biz okuşka adetlenmegen bir halk. Mesela muşu Uygurlardaki kızgınlık meselesini desem, bugün dağıtıman go, muşunumu allaqaçan dep bolgan. Şarkı Türkistan Azatlyk Ýulduzynyn birinci kitabı da bu wagtda toxtalgan.
yoki balki de uningdimi bo'ldi, balki aynakda. Mening u chaqda ko'rgunim donalik, oldin ko'rarlikmi emasdi. Nayt oddiy. Amaliy hayot musofamda ko'rganlarimni xuloslagandim. Ya'ni 97 yildan 99-yilgacha O'rta Osiyo davlatlarida ko'tarilgan mustaqillikka intilish harakatlarimizda bo'lib o'tganlar, kechirmishlar. Men shu chog'dagi yozmishlarimda qizg'inligimizni qo'rayning o'tiga o'xshatib ekanman. Qo'ray. Bilamsizlar qo'ray degan o'simlikni? Meningcha jiqlaringni bilmaysizlar. Vatanimizning saylarida, tog' jilg'inlarining ichidagi kelkin atmaydigan qirg'oqlarda o'sadigan bir xil samong'ullik o'simlik. Bir yillik samong'ullik o'simlik. Tenisi neytsimon shoxlamaydi. Yerdan chiqqan bir teli shunda chiqadi. Ama bir yerdan yüzler çıtal çıkıdı. Bek kılın üsüdündü. Obdan bağcanlığanları adam boyudun mu igiz üsüdü. Bultuğdan kalan kuruk toplağı ot yakadagan bolsanız, tutuşuplu varsa gürr kılıp asman pelek yalqın götürdü. Hatta kaçış ülgürenmey kaş kırpıklarınızını bütünley köydürebilip, kapakka okşap kalasız. Benim beşimden ötken o iş. Çünkü ben bir tağ balısı olganlığım için tağda gül hayakımız yaşında. Kaçış ülgürenmey kaş kırpıklarımızını köydürebilip, sip-sidama kapaktek olap kalaptı. Aş kadar yalqın götürülgen bu Gülhan bir minut, hatta bir minut qımıqanmay pasleydi. Tamamen gözünü yumadı. Oranda kapkara kül kaladı. Ne çok, ne ısırlık kalmaydı. Onun için Uygurlardaki kızgınlıkni mana şu qo'rayning o'tiga o'xshatib ekanman. Asli men bunga afsuslanib qolgan bo'lsam, asli xato o'xshatish bo'libdi bu. O kadar mı emasken degan bo'lsam, baxtli bo'lgan bo'lardim. Şoğunisi bu kun siri isbotlanib, mening to'g'ri deganligim meni mamnun qilmay, aksicha parishon qilyapti. Mana shu Uyg'urlardagi qizg'inlikmi? Ana shu. Xato tushunmayman. Men o'zimni misolga ketib deb qalsam, bu bir nimalardan tamasi va yoki undaq qanday deymiz endi bu o'zimni misolga qatgandan keyin balki har xil xato tushunishlar bo'lib qolish ehtimoli bor-da. Shunday xato tushunmayman. Bu misolga boshqa odamni desam, balkim tiliga tegadi yoki boshqa bir ish bo'ladi. Shuni men o'zimni misol qilib deb qolaman. Buningda boshqa bir maqsad yo'q. Masalan deyli, shu o'zimni misol qilgan misoldan birini. 2017 dan 2018 ning o'tirlariga qadar xalqimizda mana bo'lgan qizg'in muhabbat ko'tarildi. Buni hamma his qilib turayotgan bo'lishini kerak. Ko'tarilgandi. Buni balkim ko'pchilik biladi. Chunki bunda qizg'inlikning ichida bo'lmaganlarmi yenadikilarning qizg'inligidan xabardor. Bularning ichida meni dadiqlab olgan bir muncha yoshlar vardı. Yani mening bir talay qizlarim, bir talay o'g'illarim bo'ldi. Hatta bu atlab dunyoning uchidan kelib, meni bir ko'rishga tashna. Bu darajada bir. Bulardan resmi dada deb xitob qilib, xat yozadiganlarni bor edi. 2019'ga kelganda bu qizg'inlik qo'rayning yalqini, ya'ni pastlashga boshlab, yil oxiriga borganda o'rinda qapqara kul qoldi.
Bunu deyişim ergizmi bu atak bu xil qızgınlık qarta tamagerlikimden, quluqımga bu behoş yakıp ketkenliklerden, ulaga bir taptayını qılıp ediş üçün da'vatqaным emas. Milletdiki, psixikadagi yeniglik, yengilteglik o'qitish uchun da'vatim. Chunki men shundan 20 yil avval qizg'inligimiz haqida diagnoz qo'yib bo'lgan bo'lsam, bunda tuturuqsiz muhabbatdan tamada bo'lishim mumkinmi? Dal aksicha qo'rqdim men. Atla çatak oldu dedim de içimde. Bunçılık qilib ketmagilikdi. Çatak oldu deb qo'rqdim içimde. Chunki qanchalik egizga chiqsangiz, yiqilishga to'g'ri kelgandimi, shunchalik qattiq tushasiz. Yiqilmagan taqdirdami, chiqmoqning tushmigi va chiqqan egizlik qancha egiz bo'lsa, shunchalik musobadan tushishga to'g'ri keladigan bo'lg'achqa, buning azobimi shunga yarasha bo'ladi. Uning ustiga men bichara nadon xalqimizda ko'rilgan bu muhabbat qizg'inligining sababini bilib turg'achqa, ularning bir xato zan bilan mendan qo'limdan hech kelmaydigan bir ishni kutib, tama qilib, mana shunda qizg'inlik qilayotganligini bilib turganim uchun ana shunda qo'rqib turgan. Nimaga bu kadar qilib ketayotganligini men bilardim. Ammo u kutganlar mening qo'limdan kelmaydi. Shuning bilan bu qizg'inlikning yemirilib, hatto nafratga aylanib ketish ehtimoli meni qo'rqitadi. Nima edi bu xalqimizning kutgani? Meni dada qilib olishqich berib ketgan, donadan donaga, ustozdan allomaga ko'tarib madiya uchun yangi, hech kishiga qo'llanilmagan so'zlarni kashf qilolmaganning hasratini chekayotganlarning bir dilla sovib ketishiga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Ular mendan nimani kutgan bo'lg'aydi? Nayte aniqki, vatanning azodligi. Vatanni azod qiladigan ish bo'lsa, mana mush odam qila oladigan deb xato zangi kelishdan kelib chiqqan. Qarindoshlarimiz qarab baxtiki, 2017-yili hech bo'lmay chiqib ketdi. Buni sal kechikib turganimiz uchun to'g'ri tushungan edi. Chunki 2017ning oxirida boshlab qoldik emasmi, keyingi yerimida. Bu az vaqtda bitmasin bitmaydi deb buni to'g'ri tushungandi. Lekin 2018-yilning hech bo'lmay chiqib ketayotganiga chidab turolmadi. Shuning bilan ko'nglida ba'zilar ko'nglida, ammo ba'zilar hatto oshkor talaffuz bilan bu matayillik nimaki so'zlagan bilan vatanni ozod qilamidi aynika deyishdida ko'ngli qoldi. Bunun yig'lash kerakmi, kulishmi? Xalqimiz taxicha nimani da'vo qilayotganligini, da'vo qilayotgan narsaning qimmatini, buncha bola qimmatning bedeli nim bo'ladiganligini tunib yetgan. Bu meni yig'iltirdi, bu meni afsuslantirdi. O'qimaganlarga tunib yetanmasa og'ring'uliq emas deydi. O'qigan qarqusaqlarni o'xshashli buni tunib yetganlar yo'q. Ko'tarmoqchi bo'lgan narsaning eg'irligini bilmasangiz, qanday ko'tarishning tadbiri, usulini topolmaysiz degan gap. Aql bu darajada bo'lgan bir xalqning qizg'inligining umri qanchalik bo'lmoqchi edi? Ben aşı maqala üçün tecrübe kazangan emniyetlerde görülgenimi şununla okşap ketdi. Qızgınlıq götürülgen çağlarda barlıqını bağışlaşqa tas qalğanlar. Şu çağda özünün hemma pulunu atab, özünün askerlik tizimlitidigan qızgınlıqlar görülgen, hatta ularning qızgınlığını pasiltib hayvagen biz. Ay, qızıp ketme. Pulning bir qismida ballaraڭni beqipdi deb qaytırıp bergen Allah'ım görülüyor. Bu birdemlik kısıp ketiş ciddi soğuşku yüzlengendi çok.
Hesap so'rab pulini da'vo qilganlar ko'rilgan. Mening pul tutishdan, pul tutish degandan vabodan qochgandek ketishimning sababimi dal shu sababdan edi. Xalqimni mendimi cho'nqurroq kim tushunadi? 10 ming dollar yani qiyganning әтілге chiqishini xo'jayinlarcha buyruq talabbizi bilan ha pul dedinglar badoq xo'jam qana vatanni ozod qilolmadinglarg'u deydiganligini obdan bilib turibdi. Haqiqatanmi faraz qilganimdek ahvollar ko'rildi shu vaqt. Bu yandan yemni beriblar, arqadan quyrug'ini tutib baqadigan bu hol bizda qashshoqlikda, bilimsizlikda chekka yetganlarni ko'riladi. Chunki bilasizlar, bir vatanparvar nomli boshqariladigan bomba 1 million dollar. Bir tal bomba. Boshqariladigan bombaning eng kichigi, shundaqla eng arzini 1 million dollar. Ama O'rta Osiyoda aşı 2 yil ichida to'plangan umumiy pulni 1 millionga bormagan bo'lsa kerak. Buni ko'zi kichiklik deyishkim bo'ladi. Hech nima ko'rmagan qalanda deydigan bir gapimiz bor-ku. Dal hech nima ko'rmaganligimizdan mana shunday tulg'utni hisob qilib o'tirdigan gap. Yana qizg'inlik to'g'risida to'xtalaylik. Mana bo'lgan qizg'in muhabbat buning yansımalardan görüşümçe mening so'zlaganlarimni asosan balkim 98% hech nima bilmaydigan kishilarimiz anglagan. Shunlashqa ularning anglab qo'yishdan, anglab havaslanish, zo'qlanishdan xuddi itot ko'rgandek. Boshqa qo'lidan nima kelsin? Xuddi tomochiqdan sayrishni anglagandeklar. Aslında bularning ko'pinchisi ilmiy temalar bu mening so'zlaganlarim, bilimsel temalar. Ma'lum darajada bilim safhasi bo'lganlarga jipucho'latdi. Ularning izlanishlari uchun chig'ir ichib berish ehtimolligi bor edi. Shug'ulisi kibr, yo'g'onlik, men o'zimga bir vangshuje deydigan ruh buningga yo'l qo'ymag'achqa foydalana oladiganlar yaqin ekanmikan. Shuning uchun deyman, o'qigan qarqusaqlar, o'qimagan qarqusaqlardan chaqaqroq. Endi yaqindan beri ahvolimizni kuzatadigan bo'lsak, 2018da ko'tarilgan qizg'inlik yoki umum xalqda ko'tarilgandek tuyulgan vatanparvarlik qizg'inligi emdilarda zo'r darajada pastlab, yana shu burunqi padiga kelganligimiz ko'rilmoqda. İnqilobni ko'tarib beritish ruhiy holatimiz asliga kelgan. İlgari deb o'tganimdek bizda inqilobni ko'tarib beritish xohishi bo'lganligi uchunlar inqilobning monopollari maydonga kelgan. Agar har bir Sharq Turkistonlikda bu vatan bizningmi inqilob qilish majburiyatimiz bor, mas'uliyatimiz bor deydigan udum bo'lgan bo'lsa, bu da'vo yarim asrlab ma'lum tejamollarning monopolligiga tushib qolmagan bo'ladi. Vatanimizning nomi xalqarada Sharq Turkiston deb atalgan bo'ladi. Hasratlanib qo'yishimiz mumkin. Ammo buni chapsallantirib qolamiz. Ko'tarib berib o'tish mijozimiz tashkilotlarda bekmi sat poltuyib ko'rinib qoladi. Yani bir adamni reis saylaymizda qolganlarimiz xotirjam bo'lamiz. Ashuni ko'tara. Qolganlar hech nima qilmasin bo'ladi. Qilmaslikqa huquqli. Hatto vazifa berilgan taqdirdan bir amallab o'zidan ijroq qilish urinish. Mansab talashish bo'lib turdi. Ishni hech kim talashmaydi. O'rta Osiyo tijorat yeni boshlangan chog'larda bir ishga shohid bo'lgandim. Men ve şerikim bir mashina Villurni nesiga oldik. Villur deydigan bir rahva Rezeka so'ziladigan shu bizdan ketgan shu neftning poqida Xitoylik yasab sotadigan bir rah. Tunishlardan oldik uni, bir mashina nesiga elish oson emas. Mening yüz xotiram bilan
Ba'zi da o'qiganga yaqin, o'qigan odamni yaxshi ko'radigan tijoratchilar menga bek yaqinchilik qiladi. Ayindadan birisi başkan bu ishqa. Shuningga naziqab bir mashina malni nesiga oldik. 100 xotira deydigan sabablarimiz bilan setib bo'lganda pulini yurdigan. Bir mashina maldan nurg'un foyda olganligimiz mo'ljallanadi. Mal egalari bozorni tuzukmi ko'mayli satqachqa bizga hadab foyda qilishi aniq edi. Bizlar ko'ziga to'pchi chiqib olganda kelib oldik uni. Şunu bunu bilgen başka bazı giftoluk adamlar o mening tunuşum emas başka yana yakın tunuşlar çıkıp da onu. Mal egallerini talap bizge bermey bunu buyurupsan deb taptayını qilishgan bo'lsa kerak. Şunu bilan mal egalleri bizge kelip biz mashina malga ega bo'lib setib bo'lolmaysizlar. Jiqraq adam bo'lmasa o'g'riltib yutsizlar. Operasiyada ters haqiqatan da. Şunu mavi 3 adamni qo'shib elinglar deb sala qildi. Biz naq berib setib olmagan mal bo'lg'achqa malning egisi yana ashula shuni yoq deyolmay 3 adamni qo'shib oldik. Aqida ular palani qopdi, u keyin anglab qolsa xafa bo'lib qopmamda. Bu bir to'yg'iliq emas. Yaqin odamni ranjitganga kuchli ish yo'q deyishib, yana bir nechini sa'y qildi. Uni qo'shib oldik. Aqıdan texim muyum yüzü çoğun adamlar eskilindi. Ulanı mı koştuk. Keyin anamın aygıçılık kaldım balam. Degендek biz maşina malının şiirki köpeygen siri talaşçılık kalmadı. Şunun bilen biz mi kimni koşaylı desem akıl dep ahırda 15 şiirki verip yetti. Şoğunisi malını yanıla biz yani şiirkim işkimiz sattık. Qalğanlardan ba'zilar o'g'ri g'ezi bo'lib atqandek qilib o'z ishi bilan texmi jiqraqinin hatto qarisini ko'rmadik. Mehmonxonada yotadilar. Ya'ni bo'ladigan foyda uchun tizim qoldirib qo'yishgan odamlar. Agar tasodifiy ziyon chiqib qolsa, cho'qim ega bo'lmaydigan. Biz seni yezib qo'ydikmi deydi ular. Ko'rmagandikin. Foyda bo'lsa shirik bo'ladigan tizimdagilar. Bizning da'vo ishlarimizda ana shunday foyda uchun tizim qoldirib qo'ydigan inqilobchilar mavjud. Mavjudki, ammo ularga ish taqsim qilib qildiqilib olmaydigan, mansab bermasa xafa bo'lib qoladigan mana bu. Bular mening 20 yildan oshgan yurtdoshi mujodilam va tashkilotchilik jarayonlarida ko'rib yetganlar. Balki boshqa tashkilotchilarmi to'p-to'g'ri deb tasdiqlaydi bu gaplarni. Yani foyda uchun tizim qoldirib qo'ygan. Azavlab qo'ydi. Foyda chiqib qoldi. Bu xil ko'tiruvchilik bo'lsin, foydaga tizimni tutib qo'yish turdagi inqilobchilik bo'lsin. Hammasi bizdagi tutamsizlik, milliy psixikasining natijasi. Tutamsizlik milliy psixikasi. Shuning natijasi bu. O'tirdagi kayfiyat agar bir sorun deydi. Şu o'tirdagi kayfiyat vatanparvarlikni bozorlik qilgan tarzda bo'lsa, darhol qizg'inlik bilan biror ishga gap ketib, o'zining bir qizg'in vatanparvar ekanligini bilindirib, tizimlik qetilib oldiganlar. Boshqa bir kayfiyat o'zgarishi duch kelganda, uning tizimligidan o'rin olishga aldaydigan o'shunday turdagi odamlar nayt chiqqan. Hatta vatanparvarlikning aksini deyishadigan bir sorun bo'lib qolgan bo'lsa, u nim foydasi, poq foydasi yo'q, ishni qilib, bagadan evar ulab deydiganlarning to'pi ulab qolsa, uningmi qatilib, shuni deyman, bakadim baka deyishib turadigan manda turdagi odamlar. Umuman bir turdagi moda qo'g'lish bu. O bozorda qaysi eqiyotgan bo'lsa shu. Aşında qizg'inlik ko'tarilganda qaraysizki, ya bu Uyg'ur degan ajoyib jangovar bir xalq janjima. Hammamiz qizg'in, qiziqqan deb qolasiz. Yo'g'on ko'takdan birini yulib elishga shunchalik to'lib tashladiki, o'zidan yo'g'on ko'takka darhol esilib,
Küçünü sınaştın, üzünü göz tıkıyaştın, üzünü tutanmaya kaladı. Yara eli, bir zor kılıç kütek kımırmı kılmaydı. Şunun olayla pısı deyili çıkıp, kütekten narak gitti da, nereye? Karıgısı mı gelmeydi? Tekrar urunup görüş, lanştıp bekiş, etrafını kovalap bekiş, bire çağrısını tepip çıkış urunuşları, umumen çümül ruhi deyildiğin asta uşak ama zirikmez urunuş ruhi hiç yok. Rasmı yalgan mı? Üzenle, geçmişinle, etrafınla ve hatta üzenlağımı karab baha verinle. Aldırıp gitmem la nima qilishga, inkar qilishga aldırıp gitmem la. Çünkü rast gap umuman yoqmaydi emas insonga. Tutamsızlığımız, vatanparvarlik qizg'inligimizdan tortib, shaxslar, hodislar haqidagi baholarimizgacha o'z namusini besib turadi. Onda degan fikrlar cho'qim ko'pchiliklarga yoqmaydi. Mayillik qilib rol o'ynaydi. Men bir mayillik qilib haqida gap qilgandim bir psixologiyaga oid so'zlarimda insonda bir mayillik qilib va bir narsani kutib turdi va ma'lum mazmunni shu mazmun so'zlansa yoqtirdi, darhol qabul qiladi va darhol ishonadi, unga ishonadigan bo'ladi. Hatto u qadar bema'ni bo'lsin. Ammo yoqtirmaydigan natijalarni anglag'isi kelmaydi, inkor qilishga urinib turadi. Gerçi hakikat olsun. Şu vaqtda mayillik qilib to'g'risida shu vaqtda ajinat so'zini aytdim. Chunki inson bolasi o'zi anglashni xohlaydigan mazmunlarga bekroq quloq soladi. Papilinishni, oldinishni, gollanib xush qilinishni istaydi. Buni albatta angliqligini bilib turib istamaydi, angsizligini istaydi. Ya'ni ko'ngil ixtiyorsiz shu tarafga moyil bo'ldi. Shu sababdan siliq, odamni xush qiladigan, ammo yolg'on bo'lsin, gaplarga yotqin bo'ladi. Garchi buning yolg'onligini ko'ngil tuyib tursinmi, umidi shu tarafga yotqin bo'lg'achqa shuningga ishonishga urinib turadi. Shu sababdan amaliy gaplar, real gaplar echinishlik, yiqimsiz bo'lganligi uchun ancha bir qarshi elinmaydi. Shunga ishonch bilan deya olmaymanki, mening bu turdagi gaplarim jiddiy qarshiliklarga duch keladi. Masalan, ilgari men Sharq Turkiston ozodlik yulduzlashining 1-jildida kitob o'qimaydigan Uyg'urlar degan bir maqola bilan boshlagandim. Buningga qarshi chiqadiganlar hatto radiolarda, vatan ichidagi to'rbetlarda menga hujum qilishgandi. Uyg'urlar ilmsuyar xalqdir, Uyg'urlar aqlliqdir, Uyg'urlar kitobxo'mardir deb buni isbot qilishga turishdi. Ammo amaliyot o'tirdi. İstanbul'daki Uygurca kitapxonalar qandaq sharoit ostida oyoqda turyotidi. Dunyoda eng arzon kitoblar Uygurca kitoblar. Besilish haqidami tuvangi setildi, hatto bekorda qitildi. Shuningdimi millioncha nopus ichida 500 kitob tugamaydi. Qanchalik ilmsuyarligimizni ash kitobxonadagilardan so'rasak deb beradi. Chunki hozir oson bo'lib ketdi, qo'limizda aqlliq telefon bor. U aqlliq bo'lg'achqa bizni yetaklaydi u. Bizda aql ulashning hojati qolmadi hozir. Qo'limizda aqlliq telefon tursa biz aqlni qilamiz yana. Maqtash anglashga moyillik, tanqidni yomon ko'rish umuman mag'lub millatlarda eng ko'p ko'riladigan psixik holat. Xuddi odam organizmi o'zida kam bo'lgan narsaga tashna bo'lgandek, o'zidagi kamlikni ana shunda quruq gaplar bilan bo'lsa-mu to'liqlashga, tasalli bilan o'zini paypalashga bo'lgan moyillikdan kelib chiqqan. Bu vaqtda men to'rda xeyli burun e'lon qilgan bir filyetonga o'xshab ketgan bir nima bor. Mening to'r bitimda bor. Ulug'liq krizisi degan mavzuda. Shuningda deyilgandek ahvollar. Shuni o'qib baksanglar, nima demoqchi ekanligimni obdan bilsin. Asli gapimiz kelayli, kim xafa bo'lsa bo'laversin, tutamsizligimiz haqida
Yani şu yenilik, yengilteklik adamlarga baha verişimizde, hadislerge baha verişimizde eksiltidiganligini dedik. Mesela bir adamga, endi u hamma adamga baha berip otmaymiz-ku. Bir adamga degenimizde, "Maňa okşaş oturgy çykyp kalganlar" hakkında deýiletganlygyny hamma adamga bermeýmiz o bahany. Nimelerge asaslanyp baha berimiz? Birsiga baha bergende pek mi tutursiz? Baha berişdiki asasımız tuturuksuz bolgaçka bek asalla yemirilip gitdi. Tamamen ekşi baha kep kalıp toktaymiz. Çünkü biz şu minutun özüde bizde kozgalgan ötkünçi hayacanga asasen baha berýärmiz. Tünügünni, etraf amyllarny, hepde herket, kalpke eýnek rolu oýnaýdygan nurgun amyllar nazardan sakyt kılypdymiz. Aş qoraýynyň utyda kıska müddetlik güçlük ýalkynymız rol oýnaýdy. Tek tünügünli özüni jumgulyk degenläni bugün birer ifadesi, sözi, kılıky ýekyp ketgengela ýaktyryp gitimiz. Tünügünkini unutup galarmyz. Siyasi oýunlarynyň katlamlary köp, reňleri çeksiz, ifadeleri nurgun. Kim biledi bunda asan gözünü buyugun oldugan bu biçare millet üstüde yeni bir oyunga hazırlanıvatkandır. Çünkü o da yakındır özün cumhurluk dep tanıştırmaganmydy degenini oylap görey demeyimiz. Adette bir adamdaki ihlas halar halamaz şekilde sırtkı tipidir. Etrafa täsir berdi, söz hareketlerde eksitdi. Hatta bir xil mikro dolkun şekilde täsir takdydy. O halda bir adam ma'lum bir işga ziyoda ihlas baglagan bolsa, bu ihlas onun jimi iş hareketiga kumandanlyk kıldy. O ailesi teksitdi, bala çakıllardan bu ihlas tecelli kıldy. Biz birisiga baha berdigan çagda bütün bularni dikkatga alamdy. Hergiz. Şu çağdan üzüde anlagan, bazarda ekiştiki modak qaraplı bahane piçimiz. Yana özümni misal garlaştırıp aldım keçirimler. Aşı meni dadıklavaganlardan biri, bana ciddi agalandırış talappuzida popuzu bilen bir xet ýezip, menden tamamen soğup ketkenligini, hatta men derhal helik töhmetlerge diýilgen katyllyk wagasy hakynda düşünçe bermese, nefretlenip gitadiganlygyny ýezipdi. Xetning til, uslub, cümlelerdeki qarqusaqlyk mana mende dep tükülep durýatganlygydylla jawap berişimniň orny ýok aslında. Onuň dek bir biçare üzerine atlap tunuşturup olturuşumga ihtiýajym ýok. Men allakaçan iki ketim jawap bergenlikimni dep koydum. O belkim üzü alaýdy bolgaçka aýrym jawap talap kıldygan bolýardy. Çünki her bir Uygur birden waňşuji, her bir Uygur bek katta, alahide, ulug boludy emas. Ana şu misaldykin desek, baştaki bahasyda asaslangan tutamlyk bir sebäbi bolmagaçka bek asan yemirilip ketken. Birle töhmet bilen. Xitaylar bizdeki moşundak yenilik, yeňilteglikni bek obdan bilgeçke, ana şundak töhmetlerini oturgy çykyryp, halkynyň ägişip gitiş ihtimali bolgan durus adamlaryny naýat tizlik garlap geldi. İlgir kitaplarımda tılga agantym bu muş meseleni. Bäziler vatan işçiden nurgun nupuzluk kişilerine, hatta moýspet, qeri, mullulany bekçivazlyk bilen qaralap, nazardan düşürüp etken işler köp ketim yüz berdi. Men bilen taň ýaşdykyraklaryňy bilisler Kaşgarda aşında tarihinden halkka hizmet kıp gelgen inqilabga maýil siyasi haýyşçalygy var. Bir molla adamny bekçivazlykda eýiplep tutkun kılıp manganda yolunun boyudaki Kaşgar halkı tüküygen onunla. Ey ma adam 40 yıl bizning hizmetimizni qildi ma adam. Bizning yolumuzni mangdi. Bu gap ya rasmo yalganmı ma bu? Degenini oylap bakmay. Bulmuş Xitayın düşman deyişini bildi daşılan şurada bir münçisi ama ya düşmanne gibi qanday işinimiz munda desildi maqul damlyk bunu toqtanlar. Helik biçare kan yaş töküp
töhmet, halayık, töhmet dese, yüzü qelin. Bizning xalq bu avval. Üzümüzning sarxillarini ana shunday qilib tugitdimiz. Oldingi bir videoda dedim-ku, nopuz sundurishga moyil bir ko'nglimiz bor bizning. Qancha sundirib, shu tushiribmish odatga aylantirib yetsak, shunchalik xotirjam bo'lamiz-da. Ashunda molladan birini atishdim qiyigan bir zamonda. Ashuningga jimi xalq ishongan. Hech so'raqlab boqmaylam ishongan. Bu Xitoy rost gap qilamdi. Bu dushman to'si. Chunki dushmanni tanimadiq emasmi biz? Xafalıqning jiltizi dushmanni tanimaslikdan kelyapti. Uni hukumat. Xuddi bizninkidek deymiz emasmi? Hukumatga. Hukumat. Bu tajovuzchining hukumati u bizga vakillik qilmaydi deganni bilmagandan keyin. Hukumat cho'ng bilamiz, ulug' u. U hech xato qilmaydi u. Hech xalqninki zitiga harakat qilmaydi u. Xalqning baxtini ko'zlaydi u. Mana bu dushmanni tanimaslikdan manbalangan ishonish bu. Bu vatanimizning boshqa joylaridami ko'p takrorlangan tuhmatlar orqali nopuzlarni tushirib tashkilotlanmaydigan, bu nopuz degan tashkilotlanishning zimini, mo'misi bizni tashkilotlanmaydigan, nopuz egillari bo'lmagan vaziyatga tushirgan Xitoy. Aşı yeniglikimizden, aş qo'rayning o'tidek vaqtlik qizg'inligimizning dastidan Xitoylar bizni aş barmog'ida o'yintirayotgan gap. Dal aksicha, ba'zi tejimanlar xalqning nodonligidan foydalanib qozongan nopuzlardan osonlik tushmaydi. Albatta, buningda Xitoy istixborotining astiribdan yuylashlari bor. Lekin xalqimizdagi tutamsizlik, tunigun unutib kelishdagi tezlik, birdilla va talvillarcha ko'tariladigan qizg'inlik sababidanmi dushmanlar izchil turda da'volarimizning tizginini muvaffaqiyatli holda qo'lga tutib kelyapti. Ko'p qator misol qildim. Ba'zilar chet elga chiqiblar inqilob boshlab ketgan. Lider bo'lib tonilgan turibmi, oila a'zolari keyin orqasidan chiqarib berilgan. Men birma oila a'zosimni hech qilmadim. Men lider bo'lib tonilgan emas, o'tirdi mening ismim chiqqan emas. Ta 2017gacha. Ama men hech qilmadim. 5 bola, xotin, bevosita oila a'zolarim. Bu yerda. Ama ba'zilarga o'nkiligli, ikki xil Xitoy bor, ama o bizga hukmronlik qildigan obdan Xitoy va yomon Xitoy. Mana shunda lider bo'lib tonilgan turibmi, oila a'zolari keyin oqsidan bir qancha yildan keyin chiqarib berilgan. Hatto ayrilib qolgan kichik bolalari yüzünü ayrım yolgu sağını olmağaçqa məxsus kadr acırtılıp çıkartıp verilgen ahvallar mı? Döklükümüz xasiyetini nazardan saqıt olup, ular haqqında hiç qanda gumanlıq söz çöçekmi oturup çıkmışı kişini lal qıladı. Tabii ki bu Xitoy istihbaratının bir qo'lliq tizgini tutuvatgan teşviqat mexanizminin muvaffaqiyati deyishimiz mumkin. Ko'p naql qildim Gitlerning teşviqat haqidagi bir so'zini. Teşviqat, muhim bo'lgan bir ishni unutildirib etish, muhim bo'lmagan bir ishni nayt muhim bir kun tartib holiga keltirish qudratiga ega. Mana shunday bo'lg'achqa, mushkullargacha oilasi bilan bo'lgan telefon aloqasi normal davomlashyotganlarning. Hatto o'zi yoki oilasidagilarning vatanga berib kelaoladiganlarning mavjudligi ko'nglimizda savol tug'dirmayla diqqat nazarimizdan g'oyib bo'ladi. Siyosiy sahnimizdagilardan birining ota-onasi kelib ketganligi haqida ommaviy torlarda bir xabar berilgan. Hem bu janobdan javob talab qilingan edi. Lekin buningga ne hayron qolgan, ne diqqat qilgan, ne inkas yozadigan odamning tayini olmay, nayt tizli unutilib ketdi. Aslida
unutulduruldu. Ama ba'zida birlarining yo'llanmalariga minglarcha inkas, yuzlarcha bahrimanlarning bo'lishini bu ishlarga ro'baro qilsak, hayron bo'lmay turolmaymiz. Buning o'zligidan bo'lmayotganligi kimdir biri tarafidan yo'llendirilayotgan, yo'shirin yetaklanayotganligimizni bayqash tasma emas. Xo'sh, ixlosning butun mavjudiyatimiz tarafidan aks etadiganligini deb o'tdik. Mana shunday shaxslar haqida buni tatbiqlab baqsaq bo'lamdi yo'q? Ularning milliyligiga, millatchiligiga qanday baho beryapmiz? Nimaga asoslanib baho beryapmiz? Vatanparvarligi, siyosiy da'vochi kimligiga qanday baho beryapmiz? Uning shaxsiy xulq qilmishlaridagi yansımalari nimalar edi? Oilasi qayerda? Ailesi cemmi? Ailesi inqilab sifati yenidi bormi? Yoki ularning da'vo bilan munosabati yo'qmi? Ailesiga yuqtirilgan milliyligi, millatchiligi qaysi darajada? Yoki xuddi ayni yillar Muhammad Nazrat xalqning bolalarini taqdirog'i yo'lga selib, vatan uchun o'lishga, o'zining bolasini Robert kollejida o'qitgandek ishlar bormi? Chunki bir inson o'zi to'g'ri deb bilgan yo'lga oldi bilan oilasini jalb qiladi. Oila a'zolarini boshlaydi. Hatto o'lim bo'lgan taqdirda. Javhar Dudayev o'g'lini oldingi safga avatgan. Muxbirning bu haqdagi savoliga vatan uchun shahid bo'lsin deb avatdim degan mazmunda javob berdi. O'zingizning bolasi haqida hech bo'lmasa o'lim bilan tugaydigan bir oqibatni ko'nglingizga keltirmay gap qilsangiz bo'lmamdi. Bu bek dahshatli tuyuldi ekan deganda Dudayev bir inson uchun buningdan sharafli oqibat nada bor deb javob bergan. Endi yillardir bizga liderlik qilib yoki o'z-o'zini lider qilib ko'rsatib kelayotganlarda Dudayevcha ruh, Dudayevcha ijroat bo'ldimi? Ailesi mavzusida. Ular haqida nimaga asosan baho beryapmiz? Ular bizlarga rahbarlik qilib namoyishlarga chiqqanda oila a'zolari yenida bildimi? Yoki ularning da'voga aloqasi yo'qmi? Ular og'izda ko'tarib olgan shuarlarga qanchalik ixlosda? Bu ixlos oilada qanchalik aks etyapti? Bularning hammasi hisobga ilindimi? Chunki men nurg'un inqilobchilarning uyidan bir tal bayroq tepilmaydiganligiga shohid bo'ldim. Bolalarga subliminal mesaj berish uchun uyda esilib turgan bayroq xeli mashhur inqilobchilarninkidimi? Yo'q. Kompyuterlarda Uyg'urcha yoziq yo'q. Bu yansishni sunniy qilib olg'im bo'lmaydi. Chunki sunniy qurashtirilgan milliylik bir yerda bo'lmasa bir yerda chinib qoladi. Shunga astoydil qaraydigan bo'lsak, yurakning qetidan urun olgan milliylikning chaqnashlari eng ushshaq ishlardan aks etadiganligini ko'ramiz. Bir millatchi milliy ruh butun ish harakatiga qo'mondonlik qilish holatida uzil kesillikka yetganda mana shunday bo'ladi. Bu til ishiltish, yoziq ishiltishdan toki eng yuqorisigacha har ishni chaqnab turadi. Hech narsaga bexastalik qilinmaydi. Bu nuqtada bir psixologning asarida misol qilgan bir ahvolni desam, texim aniq bo'lsa kerak. Bir ayol psixologning oldiga hal etib keladi. O'zida ko'rilayotgan ruhiy bo'linishning, diqqatini yig'olmaslikning kuchayib ketganligi, ziyoda unutqoq bo'lib ketganligini aytadi. Psixolog ayoldan shunday so'raydi. Balangizni qancha qatam mashinangizda unutib qoldingiz? Ne? U degan bola tursa, balamni qanday unutib qolay? Sanamisiz? deb javob berdi. Psixolog unda bo'lsa, sizdikisi diqqat yig'olmaslik. Sizdiki diqqat yig'olmaslik muhimlik darajasiga qarta ekan. Ya'ni bu tabiiy emas, sunniy. O'zingiz ahamiyat bermagan narsalarni unutilib qoldi ekansiz. Shunga buni psixik kasal deyolmayman deb javob berdi ekan. Xuddi shuningdek, inson nimaga bakrak ahamiyat beryapti? Nimani birinchi o'ringa qo'yapti? Bular mana shu unutishlarda yoki unutmasliklarda aks etadi.
Yuqorqilarning hammasini takror va astoydil o'ylanib bakkan chig'ingizda qizg'inliklaringizning qachon, qandaq sabab bilan qo'zg'alib, qandaq pasayganligini o'ylanib ko'rgan chig'ingizda tutamsizliklarimizning asli yuzi oshkora bo'ladi. Psixologiyaning qarashicha qayta shakllantirishdan o'tgan insonlarning tuzilish ehtimolligi o'zini tonishiga bog'liq. O'zini toniganlar shakllantirilish mazmunlarini bayqaydi. O'zini bilgandilar nimalarni tuzitish kerakligini bilalaydi. Nihoyat afsuski, xalqimiz shakllanishdan mingsi qachilab qo'yilgan baholarni, xulosalarni o'zining deyishda taxiy chiqib turmoqda. Bu holda qachon tuzilamiz? Qanday tuzilamiz? Qarindoshlar, bu qitimqi bu videodagi mazmunlar biraz telinglarga tegib ketadigan mazmun bo'lganligi uchun yoqtirmay qolishinglar mumkin. Lekin bir haqiqat var hayotda. Shifo qiladigan dorining ochiq bo'ladiganligi. Hatto sirtqi yaralarga surkiladigan dorimi darhol elchish tursa, ha bu ta'sir qiladi ekan deb bilamiz. Hech qanday bo'lmasa, ne elchish turmaydi, ne qichqini keltirmaydi. Hech qanday bo'lmasa, uning foydasi yo'q deb bilamiz. Mushu nuqtadan tushensanglar, buni foydali deb bilalaysizlar. Bo'lmasa chora yo'q, qarindoshlar. Men ilgirimi deb o'tgandim, bir bog'da turli-tuman meva bo'ladi. Uningga o'xshash suv solamiz. Almaga başka türlük su, incirga başka türlük su, ürükge başka türlük su koyamdık. Okşaş suyun içidir. Okşaş sudun okşamagan bahrimen buladılar. Üzünün təmini işlep çıkardı. Üzüge xas meyvesini işlep çıkardı. Xıdı şunun okşaş. Çiçeklerinin misal kıldım. Erilerinin hemmisi çiçekten gül çamlarını yığışqa kuştar. Çiçek konudu. Çakkak yarımı çiçek konudu. Hesellersim çiçek konudu. Birisi hesel işlep çıkardı. Birisi zehir işlep çıkardı. Xuddi şunun okşaş, mening bu sunğunumni bir çiçek deb bilseniz, onundan siz nima işlep çıkarış özünüzge bağlı. Xuddi shuningdek, buni bir dora deb bilsangiz, echishgan bo'lsa, demak foyda qiladi. Hammanglarga rahmat. Alloh hammanglarni omon qilsin.